Bir yigit har kun uxlashidan oldin sevgan qiziga faqat bir xil xabar yuborar ekan: "Men seni sevaman." Oradan kunlar o'tdi, vaqtlar o'tdi. Qizga yana xabar keldi. Qiz xabarni o'qimasdan turib: "Seni bir xilliging meni jonimga tegdi. Hayotimiz har doim bir xil o'tadi. Bir xil yozasan, bir xil gapirasan. Men sendan zerikdim" deb telefonni o'chirib uxlab olgan ekan. Keyin ertasi kun o'sha bolani onasi telefon qilgan ekan. Telefonni ko'tarsa, "O'g'lim o'ldi" degan ekan. Qiz hech nima demasdan telefonni o'chirib xabarga kirsa, "Men avariya bo'ldim. Menimcha o'lganman. Men uyingni yonidaman. Menga nafas yetishmayapti. Sendan oxirgi iltimosim, meni yonimga chiq, seni bitta ko'ring" degan ekan. Hech qachon vaqt kelmasida o'zingizga xulosa chiqazib olmang.